Bugungi mana sanoat iqtisodiyoti fanimizning 3-mavzusi sanoat klasterlari deb nomlanadi. Bu sanoat klasterlari bo'yicha rejalarni keltirib o'tganmiz. Bunda uni paydo bo'lish shakllari, me'yoriy huquq hujjatlari va O'zbekistondagi klasterlar kirib kelishdagi uni rivojlantirishdagi muammolar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bizga ma'lumki, mamlakatlarda raqobatbardosh iqtisodiy klasterlarni yaratish jahon iqtisodiyotining globallashuvini umumiy qonuniyatlarini belgilab beradi va bular ham yangi jahon iqtisodiy munosabatlar shakllanishini, ularning tarkibida har bir davlatni, mintaqani va alohida korxonalarning o'ziga xos bo'lgan vazifalarni, belgilab beradi. Birinchi marotaba klaster tushunchasi o'zi 1990-yilda iqtisodchi olim Michael Porter tomonidan davlatlarning raqobatbardosh afzallik deb nomlangan kitobida keltirilgan, rivojlangan 10 ta mamlakatning tahliliy asosidagi keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilingandan keyin Michael Porter klasterlar paydo bo'lish holatini iqtisodiy rivojlanish va sanoatlashtirish jarayoni tarkibini ajralmas qismi degan xulosani berish bilan jarayondan boshlanadi. Bunda albatta biz klasterlar bevosita bog'lam, to'plam degan ma'noni bildiradi. Bular bevosita o'zaro bog'liq korxonalarni birlashtirish bir shakli bo'lib, bunda hududning iqtisodiyotining bevosita birlashgan tashkilotlar orqali raqobatbardoshlikni oshirishga erishish holatlariga qaratilgan bo'ladi va g'arb adabiyotlarida ham Michael Porter tomonidan berilgan fikrlar keltirilgan va bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi paxta sanoatchilik, paxta to'qimachilik klasterlari holatlari bilan bo'ladigan texnologik jarayonni rasm sifatida keltirganman. Buni olib tahlil qilib ko'rish uchun. Klaster yondashuvi degani bu alohida mintaqani yoki tarmoqning, shuningdek butun bir davlatning raqobatbardoshligini oshirishga imkon beradigan yangi boshqaruv texnologiyalarida deb aytsak xato qilmaymiz. Klasterlarning o'ziga xos xususiyatlari bor. Bunda klasterlar doirasida faqatgina ishlab chiqarish jarayoni, balkim ularni tarkibida innovatsion biznesni yaratish, balkim mahsulotlarni sifatini kompleks baholash va ularni sotish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni ham albatta va ularga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalarni birlashtirish jarayonini klaster o'z ichiga oladi. Bunda tadbirkorlar, davlat organlari, investorlar, innovatsion faoliyat subyektlari albatta o'zlarining sa'y-harakatlari bilan hududlarda birlashadilar va raqobatbardosh ustunlikka erishishga muvaffaq bo'ladilar. Klasterlarni paydo bo'lish shakllarini biz 5 ta ularni xususiyatda ko'ramiz. Birinchidan ularni raqobatbardoshligini, ya'ni raqobatbardosh korxonalarning mavjud ekanligida, ikkinchisi klasterlar rivojlanishi uchun mintaqaviy raqobat ustunligining mavjudligida, uchinchida yaqinlikning geografik konsentratsiyalarida va to'rtinchi ishtirokchilarning keng doirasi, ya'ni tanqidiy massaning yaratilganligida va klaster a'zolari o'rtasidagi ularning o'zaro aloqadorlik va ta'sirlarning mavjudlik doirasida namoyon bo'ladi. Endi savol tug'iladi, O'zbekiston Respublikasida qachon klasterlar paydo bo'ldi? Bizga ma'lumki, mamlakat iqtisodiy o'z rivojlanish jarayonida bir qator strategik jarayonlarni qamrab oladi. 2017-2021 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining 5 yo'nalish bo'yicha harakatlash strategiyasi bu mamlakat iqtisodiyoti raqobatbardoshligini amalga oshirish borasida qator yo'nalishlarni belgilab oldi va bunda albatta qishloq xo'jaligi mahsulotlariga juda katta ko'p ularda bajarilayotgan ishlarga yuqori ahamiyat qaratildi va shu paytgacha mamlakat iqtisodida bo'ladigan holat, ya'ni 1 so'mga xom oshyon sotardik-ku, 5 so'mga tayyor mahsulot sifatida mamlakat iqtisodiga qabul qilib olardik. Mana bu jarayonlarni to'xtatib, shu biz xom oshyon sifatida sotgan mahsulotlarni o'zimizda qayta ishlash imkoniyati mavjud ekanligini davlatimiz rahbari tomonidan ta'kidlab, 2017-yildan boshlab sanoatni innovatsion rivojlantirishning yangi tizimi, bu albatta raqobat ustunlikka ega bo'ladi va uni strategiya sifatida sanoat klasterlarini shakllantirishga e'tibor qaratish lozimligi to'g'risida davlat rahbari tomonidan ta'kidlandi va shu vaqtdan boshlab O'zbekiston Respublikasiga sanoat klasterlari kirib keldi. Klasterlar shakllantirishdan ko'zlangan maqsad shaharlarda, tumanlarda va viloyatlar ichida joylashgan bir xil sanoat korxonalari, ular bilan yagona texnologik zanjir asosida birlashish, ta'lim, ilmiy, injiniring, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va boshqa xizmat ko'rsatish holatlarini uyg'unlashtirgan holda yangi innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarib iste'molchilarga yetkazishga qaratilgan bitta jarayon bo'lib hisoblanadi. Klaster tizimi atamasi o'zi bu fransuzcha tildan olingan bo'lib, bog'lam, guruh, to'plam degan ma'nolarni anglatadi. Unga berilgan xorijiy olimlar va mahalliy olimlar tomonidan qator ta'riflar keltirilgan. Qaysi bir iqtisodchi olimimiz klaster bitta sohadagi birlashgan va bir-biri bilan uzviy aloqada bo'lgan korxonalarni guruhi deb aytadigan bo'lsa, ikkinchisi klasterlar bu gorizontal va vertikal ravishda funksional
bog'liq bo'lgan korxonalarni guruhlash. Yana biri klaster, bu tijorat va notijorat tashkilotlarining guruhi bo'lib, bu guruhda faoliyat yuritayotgan har bir korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi deb ko'rsatgan. Darhaqiqat klasterlar bu sohadagi ma'lum bir nechta bir-biriga yaqin bo'lgan sohalarning birlashuvi va shu orqali mamlakat iqtisodiyotiga raqobatbardosh mahsulotlarni yetkazib berish orqali o'zini o'rnini egallab oladi. Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion iqtisodni shakllantirish va ularni boshqarishda klasterlar faoliyati bo'yicha bir qator tajribalar to'plangan. Bizga ma'lumki, Yevropa mamlakatlarida va Amerika Qo'shma Shtatlarida bu strategiya juda ham klasterlash strategiyasi, ya'ni sanoat klasterlash strategiyasi juda keng qo'llanilmoqda. Klasterlar Buyuk Britaniyada, Gollandiyada kabi bir qator mamlakatlarda albatta o'zini rivojlanishini juda yuqori cho'qqiga olib chiqqan. Daniyada, Finlandiyada, Shvetsiyada sanoat klasterlari tashkil qilingan, joriy qilinganligi bilan o'zini alohidalik holatini kasb etadi, ya'ni yetakchilik mavqeini egallab kelmoqda. Klasterlar tuzilmasini Shvetsariyada, Avstriyada, Italiyada, Daniyada, Hindistonda va shu kabi qator mamlakatlarda, mana Turkiya davlatlarida, Xitoyda bilamizki, yengil sanoat sohalari bo'yicha klasterlar yaxshi rivojlanganlik holatini ko'ramiz. Chunki biz iste'mol tovarlarini qabul qilish, sotib olish jarayonida yoki oldingi vaqtda biz klaster tizimiga o'tgungacha bo'lgan jarayonda bizdan xom ashyolar sotib oladigan mamlakatlar va ulardan qaytib shularni ishlanib tayyor mahsulot sifatida sotib olayotgan mahsulotlar sifatida bilamiz. Ularda yengil sanoat yaxshi rivojlangan. Germaniyada kimyo va mashinasozlik sanoati, Fransiyada oziq-ovqat va kosmetika sanoati bo'yicha klasterlar juda muvaffaqiyatli rivojlantirilgan, tashkillashtirilgan. Klasterlarni shakllantirish jarayoni Janubiy Sharqiy Osiyo, Xitoy, Singapur, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda bugungi kunda juda faollashib bormoqda. Germaniyada yaqin vaqtlargacha klasterlar rivojlantirishda davlat aralashuvsiz amalga oshiriladi. 2003-yildan boshlab hukumat klaster tashabbuslarini juda katta e'tibor qaratdi, chunki klaster tashkil qilish jarayonida biosi davlat ahamiyatiga moyil bo'lgan jarayonlarda ham o'z aksini topadi. Klasterlar nazariyasi to'g'risida qator iqtisodchi olimlarimiz o'zining fikrlarini olib borgan jadvalimiz slaydimizda keltirilgan va qo'shimcha qiymat yaratish va klaster zanjirini uyg'unligi bu mintaqalarni o'qitish konsepsiyalarini ham shu guruhdan o'rin olganligini aytib o'tmoqchimiz, chunki biz ilm, fan, ta'lim, innovatsiya va uyg'unligini ta'minlash orqali raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishga erishamiz. Aynan o'rgangan iqtisodchi olimlarimiz tadqiqotlari natijasida klaster ishlab chiqaruvchilar raqobat ustunligini oshirishga yuqori samaradorli bo'lib, ularning hududlarida ta'limni, texnologiyani, iqtisodiy va boshqa xizmat ko'rsatuvchi subyektlar faoliyati bilan uyg'unlashgan holatdagi bitta tizim ekanligini ta'kidlab o'tganlar. Sanoat klasterlarini mamlakat iqtisodiga joriy qilish holati Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yil 25-yanvardagi paxta to'qimachilik ishlab chiqarishni tashkil etish zamonaviy shakllarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 53-sonli va 2018-yil 31-martdagi paxta to'qimachilik ishlab chiqarishni va klasterlar faoliyatini tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 253-sonlar qarorlari bilan ularni huquqiy bazasi shakllantirdi va buning natijasida paxta to'qimachilik sanoatidagi ishlab chiqarish tashkilotchilik holatlaridagi yer, suv va boshqa resurslardan samarali foydalanishgan holatda ularning hosildorligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va asosiy respublikadagi paxta terimi chog'ida majburiy mehnatdan va har qanday turdagi barham berish, ularga majburiy mehnatga jalb qilmaslik holatlariga erishildi. So'nggi yillarda albatta so'nggi yillarda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi oxirgi 20-24-yillarni qaraydigan bo'lsa 23%ga, shu jumladan elektrotexnika, to'qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat, farmatsevtika, zargarlik sanoati, qurilish materiallari, mebel, uy-ro'zg'or buyumlari va boshqa iste'mol mollarini yetkazib ishlab chiqarish sanoatining hududlardagi jadal rivojlanish holati 1.3 barobardan ko'prog'iga oshgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan bugungi kunda qator keramzit, masalan, silikat qismi, silikat qumi yoki bo'lmasa qurilish va qoplama toshlarga ega bo'lgan ularga o'rnatilgan konlarning yarmidan ko'pi bugungi hozirgi vaqtgacha o'zlashtirmay qolyapti. Natijada biz sanitariya texnik vositalarni bo'yicha mahalliy ishlab chiqaruvchilar ichki bozorni faqatgina 40%ligini ta'minlashga harakat qilyapmiz, 60% import qilishga majbur bo'lyapmiz. Gazobloklar bo'yicha 51%ligini faqat ichki bozor ta'minlashga muvaffaq bo'lyapmiz. Yoki lak bo'yoq mahsulotlari bo'yicha 65% ta'minlashga muvaffaq bo'lyapmiz. Qurilish mahsulotlari bo'yicha 70%ga. Devor gul qog'ozlari
bo'yicha 30%ni tashkil qilishga muvaffaq bo'lyapmiz. Qolgan foizlarni biz iste'molga yaroq bo'lgan tovarlarni tashqaridan import qilishga majbur bo'lyapmiz. Vaholanki bu holatlarni ham foiz ko'rsatkichlari samaradorligini oshirish imkoniyati respublikamizda mavjud. Sanoat klasterlari samaradorligini ta'minlaydigan asosiy omillar mana yuqorida aytib o'tdik. Mana 40%, 60% tashqaridan import qilinyapti. Biz bugungi kunda ishchi kuchimiz yetarli bo'lsa, sanoat klasteri ta'sir qiladigan texnologiyamiz yetarli bo'lsa, moliyamiz, marketing tizimidagi muammolarimiz bo'lmasa, demak biz to'liq sanoat klasteridagi mavjud bo'lgan muammolarni o'zimiz qamrab olib, o'zimiz ichki imkoniyatlardan to'liq foydalanib, mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishga erishish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Bu yerda shu orqali sanoat klasteri samaradorligiga erishar ekanmiz. Sanoat klasterlarini samarali boshqaruvga ta'sir etadigan 4 ta omil keltirganmiz. Bunda bevosita ishchi kuchi omili, texnologik omillar, moliyaviy omillar va bozor omillari bevosita o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Va bu yerda sanoat klasterlari samaradorligini belgilab beradigan ta'sir etuvchi omillar klasteri keltirilgan. Ishchi kuchi omillariga bizga bevosita bugungi kunda juda ham muammo bo'lgan tarmoq, ya'ni resurslarimiz hisoblanadi. Chunki qancha ko'p miqdorda ishchi kuchimizni, malakali mutaxassislarni darajasiga olib chiqsak, ilmiy tadqiqot markazlaridagi faoliyatlarni oshirsak, ularni muntazam ravishda inson kapitali sifatini oshirishga harakat qiladigan bo'lsak, shuncha ko'p miqdorda biz yuqori samaradorlikka erishamiz. Texnologik jarayonlar bo'yicha albatta biz texnologiyani tarqalishi, ilmiy tadqiqot markazlarida, universitetlarda klasterlar bo'yicha ixtisoslashtiruv holatlari, bilimlar resursini shakllantirish, sanoat raqobatbardoshligini oshirish, uni rentabelligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni amalga oshirish orqali texnologik omillarni samarador oshirishga harakat qilamiz. Moliyaviy omillar albatta bevosita mamlakat iqtisodiyotida investitsion jozibadorlikni yaratish bilan bog'liq bo'lgan holatlar, investitsion muhit bilan bog'liq bo'lgan holatlar, qancha ko'p miqdorda sanoat klasterlarini rivojlantirishga bular katta investitsiyalarni jalb qilsak, moliyaviy resurs imkoniyatlarimiz shuncha ko'p ulardagi cheklanishdagi salbiy oqibatlarni oldini olgan bo'lamiz va bank foiz stavkalaridagi mavjud bo'lgan ularni kreditorlarni tomonidan mavjud bo'lgan muammolar, qayta investitsiya fonlaridagi mavjud bo'lgan holatlar, bular ham o'z navbatida muammolarni keltirish bilan birga yechim sifatida o'zimiz mamlakat iqtisodida ichki imkoniyatlarimiz bo'yicha katta sharoitlar yaratib qo'yilgan. Unda innovatsion qobiliyatni shakllantirish va raqobatbardosh ustunlikka erishish orqali moliyaviy omillar borasida ham biznes faoliyatini kengaytirib borish orqali moliyaviy omillardagi mavjud bo'lgan muammolarni ham bartaraf qilar ekanmiz. Va marketing omillari albatta bugungi kunda bozor iqtisodiyotiga ishlab chiqargan mahsulotimiz sotish bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Bozorda konsentratsiyalash darajasini o'rgangan bo'lishimiz kerak. Ishlab chiqargan mahsulotimiz bilan tovarlarni, tarmoqlarni, mahsulotlarni to'liq xolik holatlarini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lgan, ularni yetkazib berish bilan bog'liq bo'lgan holatlarni bu yerda albatta o'z aksini topgan bo'lishi kerak.